Bugun sizlar bilan John the Ripper parol hashlarini buzuvchi tool haqida gaplashamiz. John the Ripper bu eng mashhur toollardan biri hisoblanadi parol hashlarini buzish uchun. Kelinglar bugun shuni ishlatishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib bizga parollarni hashlari kerak bo'ladi. U uchun bizga sizlarga realni case bo'lish uchun Parallels degan foydalanuvchimiz bor. Shuni parollari Linuxda bilasizlar ets shadow faylida parollarini hashlari saqlanadi va biz bu yoqda sudo cat etc shadow fayliga kiramiz va undan keyin ko'rishimiz mumkin Parallelsni parol hashlari mavjud. Bu $e va $ch bu bilib olsak bo'ladi. Bu EScript formatda yozilgan hash hisoblanadi. Xo'p, buni nusxalab olamiz. Nusxalab olganimizdan keyin bitta fayl yaratamiz. Nano misol uchun parallels #txt va uni ichiga hozir nusxalab olgan hashimizni joylashimiz kerak. Joylaganimizdan keyin saqlanib qilib chiqish uchun Ctrl O, Enter va Ctrl X ni bosamiz. Va undan keyin bizga wortlistlar kerak bo'ladi. Wortlistlar nima degani? Ma'lum bir miqdorda 10 ta, misol uchun 100 ta parollar ketma-ketligi mavjud va shu parollar ketma-ketligini hozirgi hashimizga qo'yib ko'radi. Qaysi parol to'g'ri kelsa, bizga to'g'ri parolni chiqarib beradi. Shunga biz wortlist deymiz. Agar siz Linuxda yangi bo'lsangiz, ya'ni Johnni oldin ishlatmagan bo'lsangiz yoki wortlist ishlatmagan bo'lsangiz, wortlistlar sizda zip formatda turadi. Buni zipdan chiqarish uchun terminalga yozamiz sudo gzip -d va ushbu yo'lni ko'rsatsak, pezni bizga zipdan chiqarib beradi. Hozir menda bu yo'q, ya'ni men oldin zipdan ochib qo'yganman. Shu uchun sizlar zipdan chiqarib, men ko'rsatgan ketma-ketlikda davom etsangizlar bo'ladi. Keyingisi endi ishlatamiz. Bizda wortlist bor, hash bor. Endi Johnni ishlatamiz. Birinchi bo'lib John deb yozamiz va undan keyin formatlarni belgilab ketamiz. Hozir aytganimdek format bizning case'imizdagi format bu EScript. Hozirgi zamonaviy hashlardan buni buzish murakkab bo'lishi mumkin, lekin hozir sizlar bilan shuni buzib ko'ramiz, shu parolni. Endi formatga biz EScriptni belgilab ketishimiz kerak. Bu uchun script deymiz va undan keyin ikkita chiziqcha wortlistlarni belgilab ketishimiz kerak bo'ladi. Bizning wortlistimiz user share wortlist roq txt faylida va undan keyin o'zimizni hozir saqlagan hashimiz bor edi-ku, nusxalab bitta faylga saqladik. Shuni berib ketishimiz kerak. Parallels hash va undan keyin enterni bosamiz. Buzishni boshladi va buzish muvaffaqiyatli tugatildi, amalga oshirildi va tugatildi. Parallels foydalanuvchimiz paroli 1 dan 6 gacha ekan va bu oson parol bo'lganligi uchun nechadir sekundlarda amalga oshirdi. Agar murakkab parollar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 10 minut, 20 minut yoki 1 soatgacha yoki 1 kunlab vaqtni olishi mumkin. Xo'p, ana endi sizlarga yana bitta real misol bo'lish uchun platformam bor. Men o'zimni oqil.ai.app deb yozsangizlar yoki oqil.ai deb Google'dan qidirsangizlar chiqib keladi. Bu yoqdan ro'yxatga o'tgandan keyin kiberxavfsizlikka qiziqsangizlar barcha mavzular mavjud. O'qisangizlar bo'ladi. Hozir biz CTF bo'limiga kirib, masalalar bo'limini tanlab, bu yoqdan parolni tanlaymiz va MD5 yoki SHA1, SHA256 hashlarini buzib ko'ramiz. Men misol uchun shu MD5 hashini buzib ko'rmoqchiman. Hashni nusxalab olamiz va undan keyin nano bilan hash degan faylga tashlaymiz uni. Hozirgi nusxalab olgan hashimizni shu yerda joylab qo'yamiz va Ctrl O, Enter va Ctrl X qilib saqlanib qilib chiqib ketamiz. Endi buni formati bizga berib ketilgan MD5 Johndan formatlarni MD5 formatlarini ko'rishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bu uchun John
ikkita chiziqcha list format va undan keyin grep I va MD5 deb enterni bosadigan bo'lsak, bizga bir qancha MD5 formatlarini chiqarib berdi va biza bemalol ishlatishimiz mumkin. Endi biza John deymiz va format bizga MD5 formatimiz bizning kesimizda raw MD5 bo'ladi nomi va undan keyin word list hozirgi tenglikdan keyin user share rock txt va o'zimizni hozirgi hashimiz saqlangan faylni berishimiz kerak va enterni bosamiz. Bu bizga muvaffaqiyatli buzish amalga oshirildi va hozirgi ushbu hashni paroli hello ekan. Sizlar ham kirib bemalol CTF bo'limidan bepul bu bemalol kirib ishlasanglar bo'ladi masalalarni. Xo'p. Bugungi mavzumiz John the Ripper edi. O'ylaymanki sizlarga yaxshi tushuntirdim degan umiddaman. Keyingi darslarimizda keyingi videolarda qanaqa turlarni chiqarayman kommentariyada yoki izohlarda yozib qoldirsangizlar, o'shanga qarab keyingi videolarni chiqarishni o'ylab ko'raman. Hammaga rahmat.